Akalar BYD chempion gibrid suratganlar uchun 13 ming yurgani kelib qoldi. Ofitsialnidan olingan 150 km tukib yurayotgan eng full pozitsiyasi. Xo'p, kraskasi oldi kapotini uchida pitno bor ekan, hamma yog'iga sepilmagan ekan, qattiq udar bo'lmagan. Agar qattiq udar bo'lsa, bilasizlar, kapot polni sepiladi yoki almashadi, nimadir bo'ladi. Bu kapot uchida pitno bor ekan. To'rtta yangi balon toqqan ekan. Tak $120dan ish pullandirdida bitta donasini paroglarigacha bor. Biskvichey slipoy 360 garantiyadagi mashina ofitsialnidan olingan, korичневый salonda laminatsiyalarga qilingan yaxshi poliklar. Matviy bu tiniq turibdi. Katta monitor 15.6lik, ruscha o'zbekcha tekstlar bor. 13411 bo'pti probiga. Master akkauntini ham ulab qo'ysanglar bo'ladi. Konditsioner narsalarni ishlataverasizlar, orqasini ham kursinglar bo'ladi. Bu 209 millionlik. Hozirgi kunda 33 mingdan oshiqroq bo'ladi dollar kursi tushgani hisobiga. Xo'p, mashinani mazza qilib haydashingiz uchun 26900 ga egasini ko'ndirib qo'ydik. Bosinglar.